Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, bizlar kuzatib borayotgan bugungi obzorimizda Yunusobod rayonida joylashgan 2-3 sotix yer uchastkasiga ega bo'lgan uy-joy. Binoning umumiy kvadraturasi 300 kvadrat, xonalarning soni 6 ta. 3 ta qavatdan iborat bo'lgan bino ko'tarilgan podol, birinchi va ikkinchi qavat. Hovliga kirganimizda darvoza orqali navesi tagida bitta mashina sig'adiganlik joy ajratilgan va navesi tagida yozgi oshxona joylashgan, uni oldida hovli qismi uchun hojatxona. Endi uy ichiga kiramiz, planirovkasi va remontlarini ko'rib chiqamiz. Uyga kirganimizda o'ng tarafimizda hol bo'lyapti. Birinchi qavatda hol, oshxona, zal, mehmonlar uchun ajratilgan yotoqxona va bitta sanuzeli bor. Chap tarafda joylashgan xona oshxona uchun mo'ljallangan. Demak, shunaqa ko'rinishdagi oshxona bo'ldi. Bu joyda birinchi qavat uchun umumiy yuvinish xonasi bor. Kattagina zal birinchi qavatda joylashgan. Bu zal razmeri uzunasiga 6 metr va eniga 4 metrda tashkil qiladi. Patologlarning balandligi 3,5 metr, qo'shni devorlar 2 metr tashlab imorat ko'tarilgan. Bu joyda birinchi qavatda joylashgan kichikroq yotoqxona. Razmeri uzunasiga 4 metr va eniga 3,5 metr. Imoratning tagi butunlay podol qilingan. Demak, birinchi qavatda hol, oshxona, zal, mehmonlar uchun ajratilgan yotoqxona va bitta sanuzel bo'ldi. Imoratning ikkinchi qavatiga ko'tarilamiz. Imoratning ikkinchi qavatida 4 ta xona joylashgan. Demak, ikkita sanuzel bor, bittasi ikkinchi qavat uchun umumiy sanuzel va yana bittasi ota-onalar uchun ajratilgan yotoqxonaning ichida joylashgan. Ikkinchi qavatda joylashgan umumiy yuvinish xonasining ko'rinishi bolalar uchun ajratilgan yotoqxona, razmeri uzunasiga 4 metr va eniga 3,5 metr. Bu joyda yana bitta kattaroq xona bor, balkonga chiqishi bilan ana shu joydan balkon qismiga chiqiladi va xonaning ko'rinishi. Bu xonaning razmeri uzunasiga 6 metr va eniga 4 metr. Ikkinchi qavat uchun zal sifatida foydalansanglar ham bo'ladi. Ota-onalar uchun ajratilgan yotoqxonaning ichiga kirib kelamiz. Bu xonaning razmeri uzunasiga 5 metr va eniga 4 metr. 20 kvadratni o'z ichiga olgan yotoqxona. Va bu yotoqxonaning ichida alohida o'zini yuvinish xonasi joylashgan. Ikkinchi qavatda joylashgan 4-yotoqxonaning ichiga kirib kelamiz. Bolalar uchun ajratilgan yotoqxona. Razmeri 4 ga 4. Demak, ikkinchi qavatda 4 ta xona va 2 ta sanuzel bo'ldi. Endi imorat podol qismiga tushamiz. Imoratning tagi butunlay podol va kvadraturasi 100 kvadratni o'z ichiga oladi. Bu joyda mana svobodniy planirovkada turibdi. Qolgan joyligi trenajyorlarni o'rnatib olsanglar bo'ladi. Bu joyda televizorni antennasi va rozetkalari joylashtirilgan. Damashniy kinoteatr uchun mo'ljallangan joyi bor. Hamma joyiga to'pli pol tashalgan. Podolga tushganimizda chap tarafda kotelni joylashgan, ikkita do'kontorli kotel. Suv uchun bo'ldi, rashtli bak, avtomatika va stabilizatorlar o'rnatilgan. Bu joyda yana bitta eshik bor. Hovliga chiqsa bo'ladi. Prachka uchun ajratilgan xonasi. Va bu joyda yana bitta kichikroq xona joylashgan. Bu ko'rsatgan uyimiz Yunusobod rayonida joylashgan Orientir Zenit zavodi. Demak, 2-3 sotix yer uchastkasiga ega bo'lgan uy-joy. Binoning umumiy kvadraturasi 300 kvadrat, xonalarning soni 6 ta. Narxini opisiyaga yozib qo'yamiz.